Beltepa palmali dom. 3 xonali novostroyka. Bor yo'g'i 75 ming dollar. Sotilayotgan xonadonni ko'rsatishda olinib o'tgan sharoitlar bilan bitta-bitta tanishinglar. Qaranglar, zeleniy zona bor. Hovlini o'zida yozgi oshxona hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Besetkalarigacha bor. 24/7 qo'riqlash xizmatigacha zakritli zona. Navbat bo'lsa sotilayotgan xonadonni birga ko'rib chiqamiz. Bunaqa narxga shahar chetidan novostroyka dom olsanglar bo'ladi. 3 xonaga zo'n narx belgilashgan. Asosiy eshikdan kirganingizda koridor qismida turibmiz. Birinchi xona sanuzel. Barcha aksessuarlari to'liq qo'yib o'tilgan. Oldida bo'lsa kattalar uchun mo'ljallangan spalnyamiz, mebellari, texnika jihozlari hammasi tayyor holatda. Ayrim mebel texnikal olib chiqib ketiladi, qolgan uy egalari bilan baraka qilsanglar bo'ladi. Oldida bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari tayyor shay holatda hamda ayollar semlikxonasi, oshxonasi. Mebel texnika jihozlar hamma narsasi to'liq qilib o'tilgan. Shu yerda o'zida nonushta qilsanglar ham bo'ladi. Koridor qismidan yurasizlar, 3-so'nggi xonamiz zal. Shu yerda o'zida tepli pol regulyatorlari joylashgan. Qo'shimcha konditsioner, radiatorlar bor. Zalda bemalol mehmonlarni kutib olish uchun hamma sharoitlari to'liq qilib o'tilgan. 73 kvadratga 75 ming dollar so'rashyapti. Sal o'tib beradigan joylari ham bo'ladi. Pastdagi raqamdagi bemalol bizning kanal nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.